Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Qalbdan qalbga nomli programmamizning 16-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak oyning har bir kundan boshlab har kuni iftordan burun huzuringizda bo'layotgan programmamiz har xil temalar bilan har kuni huzuringizda bo'layotdi. Allah subhanahu va taoladan bu temalarda bu so'zlangan mazmunlarning har biriga tegishli shaklda amal qilish tuyg'usini, imonini ato qilishini Allah subhanahu va taoladan to'g'anchilik bilan so'raymiz. Bugungi programmamizning aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Ahmadjon domlalarni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarning bu fursatni yaratib bu da'vat uchun chaqirganligingizga ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Bütün dunyodagi xalqimizningki Ramazonga yana bir qayta muborak bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savol bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi temamiz e'lonimizda bergandek bo'hton chaplash haqida bir paranglashayli deb o'ltiribdi huzuringizda. Albatta, bugünkidek bu bo'hton, to'kmat, yolg'onchilik boshqa kishilarga mayli u biz tunuydigan insonlar bo'lsin, tunmaydiganlar bo'lsin, bugungi bo'lib ijtimoiy uchur vositalari bugun keng umumlashgan bir davrda bir yerda qilingan haqsiz ravishda qilingan bir ish dunyoning ma'tarafida qilgan bo'lsa, dunyoning yana bir tarafidagi nurg'unlagan insonlarni o'xshash vaqtda ko'rib turadigan nurg'unlagan kishilarningki shu bu masalaga diqqat qilmagan vaqtida, bu masala avjagan vaqtida jamiyatda ishonch bir-biriga bo'lgan, yo'qoladigan bir musulmonlar jamiyatida bo'lishi asla qabul qilinmaydigan, islom qattiq cheklagan bir nuqson, bir xatolik. Bunu bir mana shu muborak Ramazon oyida, hatto shu Ramazon oyi kirgandan buyonmi ijtimoiy uchur vositalarga qarab tursak, shu qaraydigan bo'lsak, har kuni degdek shundoq qarindoshlarimizninki ro'zador turib, ammo lekin yozayotgan yoki bo'lmasa birisining yozgan yozmasiga bo'lgan inkoslardagi nimaga qarasak, amaliyotda u bo'hton chaplangan yoki to'kmat chaplangan u inson uningdan tamoman mustasno bo'lishi mumkin, ammo kichikkina bir ishiga qarab turiblam yeniklik bilan nurg'un ig'izga og'il bo'lmaydigan shakldagi so'zlarning ishlatilishi haqiqatan bizni ichindirishi, bizni g'am qayg'uga selishi bo'lgan masala bo'lganligi uchun buni bu muborak oyda biroz bir to'xtalib o'taylik, buni oldikayni nadinakagacha degandek masala uchun o'ltiribdik. Undan so'ng damlam bevosita programmamizga kirib ketsak, endi shu bo'hton chaplash masalasiga haqiqiy kirishdan burun bo'hton degan nima? Albatta bo'htonmi yolg'onning net ilqi beshi yolg'onni tutishadigan bir masala. Shuning bu yolg'onchilik bilan bir musulmonda hamda inson bo'lib suhbatimizda hech kim Rasulullohdan boshqa ma'sum, gunohsiz emas hamda. Xatolikqa har xil xatoliklarga gunoh ishlab qilish mumkin musulmonniki. Musulmonda yolg'onchilik degan sifat musulmonda tepilamdi, tepilib qolamdi. Mush masalani bir to'xtalib o'tib uni keyindan bo'hton kelgan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulih Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Maqsad kelsak, bu bo'hton chaplash to'g'riliq bu temaga kirishdan burun bo'htonni paydo qildigan, shuningga sabab bo'lgan ishlarning ko'pinchisi nima desa, yolg'onchilik, kazzoblik. Kazzab bo'lgandan keyin anakin bo'hton chaplayoladi inson. Kazzab emas odam hargizmcha bo'hton chaplamaydi. Şu anda Peygamberimizin hadisde sahih hadis, ayatul münafık salasın iza haddese kezebe ve iza vaada akhlafa ve iza tumina khana. Diyen şu hadiste Peygamberimiz aniq degan. Münafıkın belgisi 3. Hadisin yeni bir variantida 4 mu degan. Bununki birinci İslam Peygamberimiz münafık şu gap kılsa yalgan sözleydi degan. Yalgan sözleydi. Yalgan sözleyen diken bu yalgancılık insanı
yolg'onchilik qilavergandan keyin yana bir hadis bor. Oxirida yolg'onchilikni qilib ba'zi ehtiyoj yoki ba'zi bir majburlanib qolgan vaqtda qilib keyin tavba qilsa, u ayrim gap. Lekin qilavergandan keyin Alloh subhanahu va taoloning dargohida buni kazzob degan tamg'a besildi ekan buningga. Tamg'a besilgandan keyin bu shu yolg'onga topolmaganda rost gap qildigan holatga kelib qoldigan gap endi. Bu masala. Endi yana bir hadisda bu yolg'onchilik degan bu sifat masalan bir musulmonda, mu'minda, bir masalan musulmonda qo'rqinchoqlik, bexillik bu hammasi ayıplanadigan sifatlar. Musulmonlar bo'lmasa bo'ladigan, bo'lishga tegishli bo'lmagan sifatlar bu. Masalan shahvatga birlash ishlar. Lekin bu yolg'onchilik endi ashuning hammasidan cho'q ig'irroq. Payg'ambarimizning bir mursal hadis var. Bu hadisda Safan ibn Sulaym xabar qilgan hadis. Payg'ambar alayhisolamga endi mu'min qo'rqinchoq bo'lamdi deganda, ha degan. Payg'ambarimiz. Anadan keyin mu'min masalan bexil bo'lamdi deganda, ha degan. Bo'p qoldi. Masalan, sahobalarning ichida ba'zi shunda yuz bergan ishlar bor. Endi bexillik insonda ba'zi mal-dunyoni yaxshi ko'rib ziyoda bo'p qoladi. Lekin u madhiyalanadigan sifat emas, ayıplanadigan sifat. Bexil bo'lmasligi kerak. Bu bexillikmi aslida munofiqning sifati shu bu. Lekin oxirida payg'ambarimiz so'rasa, mu'min kazzab bo'lamdi deganda, yo'q degan. Yolg'on aytamdi desa, yo'q yolg'on aytmaydi degan. Yani yolg'on aytishga bo'ladigan o'rinninki shu 3 o'rin bor, 3 o'rindan boshqa yerda yolg'on aytishga qat'iy bo'lmaydi demoqchi. Mu'min musulmon shu 3 o'rinda yolg'on aytmasan, ikki odam adovatlashib qolgan bo'lsa, ikki do'st yo ikki tashkilot yo ikki davlat masalan. Shu o'rtada demagan gap bo'lsin, qarshi tarafga mana da'vat zulsini. Nəhayət yaxşı gördük ekan. O'ngshash uchun, isloh qilish uchun, islohot uchun. Vasulhu xayr deb qo'yadi Qur'onda. Isloh qilish, o'ngshash bu yaxshi. Shuning uchun bo'ladi. Yani biz siyosiy ishlarda, masalan buni desa, boshqalar anglasa, siyosiy muxbirlik oshkorlanib ketadigan bo'lib qolsa, buni desa, davlat muxbirligi ham o'rnida des bo'ladi. Mushu masalalarning boshqa vaqtlarda cho'disa, uni yolg'on aytish. Yana birisi, masalan, erning ayolninki eriga masalan ayoli bek chiroyli ayol bo'lmay qolsa, men chiroyli bo'lsa, siz bek chiroyli. Yoki yo'ldoshi, masalan, Umar roziyallohu anhuning qashqa bir nima keldi, sahabi kelib. Mas ayolimni ajib ketaman. Bu ayolim menga yaxshi muomala qilmaydi degandan keyin, sen endi muomala qildingmi? Sen uni yaxshi ko'rmamsa deb so'rgancha, yo'q degan. Deganki Umar roziyallohu anhu ayağını tatib, bu sen yaxshi ko'rim desang bo'ldi deganki, yolg'onchilik qo'lda emas degan, yo'q, men oilani isloh qilish uchun desang bo'ladi. Degan bir animasi borchu. Shunga bu hammasi mundaq shetqavat qarasak islohot, yaxshilik uchun deyildi. Lekin hali zo'rimiz yolg'on aytib, yolg'on gap topolmagan, rost gap qildigan bir turkum kishilarimiz hamda aramizda yo'q emas. Bu bir xatarlik ish. Bundan keyin taraqqiy qilsa, bu nima bo'ldi desa, bo'xton qapirdi. Bo'xton bizning tilimizda ishiltildi. Bo'xton degan nima bo'lsa? Bo'xton degan nima desam-da, bo'xton degan masalan Qur'onda mo tilgangan vallazina yu'zunal mu'minina val mu'minat. Masalan, beg'ayri maktasabu şu ayetning o'zida bo'xtona va isman mubina. Faqat ehtamalu bo'xtona va isman mubina oyatda. Mush mu'min ayollarga o'zi qilmagan narsalarni choplagan kishilar bular bo'xtonni va cho'disi uchuq gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ldi dedi. Qarshi tarafga bo'xton chaplash. Bo'xton chaplagandan keyin bu bo'xton bu ig'ir buningki. Bu bo'xtonning jinoyati g'aybatdimi ig'ir. Yolg'onchilikdimi ig'ir. Hammasidan ig'ir. Çünkü bu bo'xton bo'lgandan keyin qarshi taraf kim bo'lsin, yoki tashkilot bo'lsin, yoki davlat bo'lsin, ig'ir qarilniga afal kelib chiqadi. Qalangandan keyin yuqorisi shu urush, inoqsizlik chiqadi. Hatta bir hadis var Rasululloh'ninki men aşı bilsem Müslümanlar arasındaki bir-birisinin gapini qilgan vaqtida mesela qarshi taraf yaxshi ko'rmaydigan gapni qildi, asosiyatdan bu bo'xton to'kmatlar. Men uning bor sifatini dedim degan vaqtidami, agar bani desam Ebu Hureyre radhiyallohu anh hadisi bu. Bu hadiste Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu sahabeler devamlı meyli cihat olsun, meyli mescid olsun, meyli oltaya çıkıp davet, teşvikat, tebliğini qilib turib dendi. Ularning aytiliqi şu chanqaga odam suvga ehtiyoj qilgandek endi anglab surish qilib turibdi. Payg'ambar savol xarakterlik atadruna mal g'iyba degan. G'iybatning nimaligini bilamsizlar debdi.
Sahabeler dedi ki Allahu alem ve Resulü Allahu alem ve Resulü. Allah Allah'ın özü pek bilgüçe. Özür disler dedim. Edep saklap Peygamber Aleyhisselam'a. Sizler cevap verse biz bilmeyimiz. Ya Resulullah dedi. Degenden keyin Peygamberimiz bir şeydi. Gıybet degen zikruka ahaka bima yakrahu dedi. Qerindişini o yaxşı bulmaydigan, yaman kurtgan, yaxşı görmeydigan narsalarni tilga olish. Yo'q yerda. Yo'q yer tilga olish. Do'stingni, qerindishingni ish qilib, ana u nima ish bo'lsa, uni kengaytsak, masalan, uningdagi mayli yaratilishdagi ahvol bo'lsin, chiroy, mayli shu bilim bo'lsin, mayli uning mashinasi bo'lsin, mayli uning uyi bo'lsin, mayli uning xotini bo'lsin, nima bo'lsin, ashuni u yoqtirmaydigan bir sifat. O'zi yoqtirmaydigan narsa. Masalan, u odam paka ekan. Paka. Oy, palani paka. Ya falan taz mesela. Aslında dedi o gapni anlasa anınki ko'ngli og'riydi ekan. Shuni bilib turib, aldı denmaydigan gapni keyinde deyish buchu g'iybat. G'iybat. G'iybat bo'ldi deb sahobalar so'rdiki, unda bo'lsa ya Rasulullah, afarayta inkani fi akhi ma aqul dedi. Men degan so'z qirinishinde bozchu. Başında deyman ama yalgan demeyman. Şu pakalık ras onunki. Onun sertlik ras, tazlık ras, onun için, şunda başında deyman ya Resulullah dedi. Peygamberimiz de nihayet hikmetlik, bohtan bilen, gıybetin oturusunu ağırıp, sen şu bana desen gıybet, yok ne desen şu bohtan degen. Yok ne desen? Yok bir sıfat. Yok bir sıfat ne? Mesela onu da yok. Ya bir koçadan çıktı parodu. Ya çıktı bilemezsen o tusattın hükümet tılpın sözü çıkmazsa, bir kız var yanında mağınıp kalıyordu. Palanın kız var gitip aradı deydi mesela. Ya gün bana çağırınca mesela mada bir gapni demese onu dedi deydi. Ya ki videosunu kesiplam baş ayağı yok alette onu çıkarıp koydu mesela. O şekiller akılıp gitti. Bohtan bu. Bohtan degen g'iybat yok yerde onun yaman yaxshi ko'rmaydigan o'zi yoqtirmaydigan narsani tilga olish. Ma bohtanchi desa uningga o faqat yo'q narsani shu qusqidan o'ydirib yoki boshqalardan tebrik turib anın nispeten çoğun. Mayli yüzüge desin, mayli yok yer desin. Ha. Yak yüzüge dese iftira oludu. O emmesine ayrılık şeriyet. İftira. Yüzünün bir vasıta edip kalsa iftira oludu. Eğer yok yer deydi bunu. Bohtan degen yok yer. Bohtan, gıybet, gap düşüş. Bunların ortası fark. Gıybet degen Peygamberimiz enik ayırıp verdi. Mesela şu Ayşe'nde bazı süpetini yaktırmaydıgan süpetten birini senin diğinin. Onun keyni diğinin. Mesela 3 dost biz çıketse ma deganni andaq mandaq deb ikkisi ana g'iybatni qildigan. Xo'sh. Masalan, ma'lum tashkilotni g'iybatni qildigan. Onda qilinmaydi, mana bizga mandaq qilib ketdik deydigan. Ya davlatli qiladigan. Bu endi kengri. Hozir davlatlar ara qilgan ketdi g'iybatni. Tak g'iybat qilsa nima deydi? G'iybatda emas, ammo tavsip deb qo'yib, supti deb qo'yib, qalpaqni kegizib turib qilib, to'g'ri emas. Rasululloh uchiq deydi-ki, supti bu qasi ajras. Banasini desa g'iybat bo'ladi. Yo'q narsani desa bo'xton bo'ladi. Yo'q narsani desa bo'xton, ayriliq ayrimish shu. Endi bak gap düşüşü dese, mesela Peygamberimiz hadiste la yadkhul cennete nemamun qattatun dedi. İki xil kelgan bu. Nemamun dese bir sohbat qurdik, ibayat qildik, to'g'andan keyin bu yerga gap qildi, bizning hissiyati yoki bir ochiq kelib endi shu. Ya ma'lum bir rahbarning ya ma'lum kishining ya ma'lum gap bo'lib qoldi yomon gap. O qilgani xato aninki. An bu qilg'ashni o'tqa bizni chechib bu. Bunu apırıp ayağı toşuyduğun gap. Yotkep lan bunun için dese ya yaxşı diyorsun ya ki men sadaqatmanligini bildirmem deb onun psixikasınınki buzuqlıqı, kesellikin ispat avçu. Hem o anlamgıçı mı ana xirida olgan diken texembek aşında. Tak bu ayarlarda jiqraqandı bu. Hazır ayarlarda jiq, erlerde mi ba erleme ayarlardan endi kendi qamayl deb talış menvatqan musabaqa boshqa ishli bor. Lekin bu bir xatarlik. Awa nemam. Qattatçı dese sorun da yok. Tanışaydı gibine. Ya telefonga tanışıcı onu tutup koydu. Ya ki kendinden marap yürüydü. İşte bir yere mansa. Ya ki bir yere gap kılışkan basında kulukunu tanışıp durup kılını avukattat. Namam degen olsa sorun da var bize. Şirikleşip tak gap elip tak. Da gap ne koyuculap koyuyor bizde. Ama gap ne demese çıkamaydı. Sen gapını İslam'da yaktırmaydıgan kişiyken anın ki ben nihayet yaxşı. Muhim akbarat hep geldin de. Başlıqqa rahbariga yoki karxonchiga yoki ish qilib o'zini yuqroq odamga chaqadan u chaqinichi yoki do'stiga chaqadi manda ekanda bu jamiyatlik bu psixikalik bir kasal buchu bu kasal o'sha farq shu endi bo'xton deganimiz shu bu yo'q narsani chaplab tuhmatdan qilib uning uchun uni bir yerlar yeksan qilish uchun mana bir qilgan ishlar
Hakikaten şu qadrli ko'rmadirmiz, damollamada so'zlab o'tdim shu. İlgari masalan bu bugunkidek taraqqiyot bo'lmagan davrlarda birasiga bo'xton chaplansimi yoki g'aybat qilinsinmi, ya shu atrofdagi 10-20 odamning orasida, ya mahallaning ichida qilib qolgan bir ish bo'lgan bo'lsa, bugun hamda hatto bugungi nurg'un islom olimlari deydi, bugun shu musulmonlarning og'zini ishlatayotgan, chiqayotgan gapning yeniklik bilan chiqarilayotgan gap. Hatta bir xalq meyada o'tirib qiyomat kuni oldiga keldi deydi hamda. Bir davlatning mesela falan davlatning odamlari mandaq deb sat so'zlar bilan, masalan Suriyaliklar mandaq ya har qanday davlatda mayli Saudiya olsun, dunyoning eng esil insonlar yashaydigan bir davlat olsun, o davlatning ichida eski insonlar bor, nacharlar bor, yaxshilar bor hamda. Yani bir devletni qo'shib falan devletning xalqi nachar mesela manda axloqi va deb bir devletning butun shu yerdagi musulmonlarni bir aqlam g'aybatini qildigan bu qanday hisob bir qiyomat kuni deb o'limalar shuni so'zlaydi hamda. Bugun hozir masalan damulam dedi masalan shu kichik bir aristı masalan ya gap to'shiqchi olsun yoki mush sifatlangan yoki g'aybat olsun, bu narsalarni yoki yomon gumon bilan palani mandaqkan bu deb chiqarib o'tgan narsani orasidagi 10-20 odamga yoki atrofidagi bir tashkilotning ishchilar emas, uni to'g'riga chiqarib, hech aloqasi bo'lmagan boshqa davlatlardagi insonlarni sherik qilib, nurg'un insonning keynidan har xil gaplarning chiqishiga, terilishiga shunday sabab bo'layotgan gapdan deganimda qanday niyatlarda qildi bu masala, hamda inson haqiqatan o'ylanishga tegishli bir masala. Damlam yani musulmonlar qanday bo'lib yani bu darajada bu illatga qanday qo'yib tushib qoldi hamda. Ana buningga illat tushib qolishi masalan g'aybatdimi, masalan Alloh subhanahu va taolo aniq chiqlagan la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maytan fakarihtumu. G'aybat qilmasin buyruq bor. Taqa o'lekninki tirik emas, o'lekninki o'lik holatda go'shni yegandek bo'ladi dedi. Ana bir o'lekning go'shni yeng desa, adam go'shiga emas, ana bir jallaqninki malning go'shini yemaymiz endi. Lekin biz endi shu eng ko'p kirib qolgan masala, shu g'aybat, anandan taraqqiy qilgan bo'xton, anandan chiqimchilik, gap to'shish. Shu nachar nimalar? Illatlar bizda keng bor hamda. Bu hamda ochiq gapni desak, alim ziyolilarimizdan tortib, boy korxonchilarimizdan tortib, mujohid oddiy masalan dehqonlarimiz, xalqlarimizgachilik hamda bor. Bu ishlar hamda bir ijtimoiy kasallik sifatida maydonga keldi, buni davolash kerak. Buni davolamagan vaqtda buning oqibati bak ig'ir bo'ladi. Nurg'un oilalarning buzilishi, nurg'un do'stlarning ayrilib ketishi dal mushu prinsipga amal qilmaganlikdan, demak islom axloqi bilan axloqlanmaganlikdan chiqqan masala bu. Ham buning uchun o jihadning turi var ya, birincisi cihadın nefsimdi. Evvel cihad nefsini qilmay, ondan cihadı şeytanga o'tkazolmaydi. Cihadı şeytanga o'tib, uni tugatib, masalan, ondan cihadlı munafiqinga ondan o'tkazolmaydi. Ana ondan cihadlı kuffar, tajovuzlarga qarshi o ayrim bo'ladi. A cihadning 4 bosqichni, bosqich bo'yicha qilmay, biroqlar ani o'tib olsak, yoki bo'lmaganda nefsimizdan qilgan jihadni, nefsimizdan paklashni qilmasak, kasallik mishadan 100 birdamda. Bu illatning duchorlishining sababi birinchi shu g'aybat yoki shu bo'xton qiluvchandi. Albatta ya uni ochig'i bor, qarshi tarafga nisbatan. Açığını çıkaramadık, başka iş kılaydız kılamaydı. Ma'lum bir narsani udulab ekip turiblamchu. Bu şu nimanemdi, açığını çıkarış uchun ondan bir zadim nimish qilmaganda eshib ketdi deydigan hasad billa bormdi, hasadmi, chidamaslik. Bundan da şu islomiy prinsipda masalan zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Bu Allohning fazli. Masalan boylik olsun, bilim olsun, chiroy olsun, Alloh beribdi. Xalqan kishiga birdi deyilsa oyat bo'yicha bu masala bo'lmaydi. Nimish qilganda bo'lib, tunigun taqib, manda qo'ydi, manda bo'lib bu ajoyib. Alloh taolo bir bandaga bergan necha desa, yana bir bandaga ona bermaylik. O'zini aşırı bir banda o'zlik va aloyidlikni joriy qildirsa, texmi uni cho beysa, texmi yaxshi bo'ldiganligini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda so'zladi, payg'ambarimiz hadis so'zlagan hamda. Hamda ikkinchi xil nima desa, bu mushu illatga duchor bo'lib qolishimiz endi iymonning ojizligi. Ya'ni shu yerga boradi bu. İmanımız güçlük bolsa, biz taqvoligimiz azlab ketmay texmi kuchaysa, masalan, kimga osiylik qilayotganligimizni bilsak bo'ladi tasla. Biz kimning g'ayratini qilayotimiz emas, kimning bo'xton chaplayotimiz emas, kimga osiylik qilayotimiz.
Biz ma bütün yer şari barlıq məxluqatni, insanlar barlıq canlıq cansız yaratqan zatqa asıl qıvatımız. Şunun buyruğu xilaflıq qıvatımız. Bir til kamera olub qaz bir koçada ya bir yer ya bir maşinimizni avaylab, heydab, saat süratni asıltıb ketimiz. Ağzımızın qoyuyutimiz. Bu bir çoğun sınaqçı bizga nisbatan. Şu bunun bilan çözse, şu Bilal radhiyallahu anhu'nun peygamberimiz so'ragan bilimiz var. Tilimizdan nimada so'zlaganimni ishqimni javobgar bo'lamdimiz ya Rasululloh debdi. Davzaqqa shu tili bilan qilgan ishlari sababli, salbiy ishlar sababli kirmay qanday kiradi degan peygamberimiz. Peygamberimiz hadis var. Yani bir ayette "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ana bir söz buldukken, bir sözlüğü sözleydikken bir tane addi bir söz çıkarıp boğuca, ağızdan çıkıp boğuca, onunla şu davamlılık çoğu yazıp tutkan, o mazırkı, o telekamera hazırlık, mazır yaxşı çöndük oldu, burun qaltıldı hem de yoktu. Hazır mıda alıda avazını, avazını nalğığa, çoğu suretini nalğığa ele alı dese, hazır çöndük oldu. Aynı vaxtılda iman itiqatın küçüklükten Osmanlı bunu düşündü. Hazır mı düşünüş gerek? Bunun nece süzük derecesi alıda, Allah Teala bunu cezalaydı. Bu nemin kılvatı emez? Kimge asilik kılvatı mı? Kimge hatalık ütküzvatı mı diyen oylağa vakitte bu illetten kutuluk oldu. Bu mesele o. Üçüncüsü hem de bohtanın ki gaybetin şeriyetteki ordunu yani hükmünü bilimi geldik. Yani şöyle desek bilimsizlik var adı bu. Ama aslında şeriatte bu tevhidden uluk ibadet yok. Tevhidin killam biz beş periz. Mesela ona İslam'ın asas prensibi, asas ulu deyimiz. Ondan başka uygunluğun nurgun nesirimiz, alim ilmalımız şunçilik var. Davet tebliğ anlamaydıgan. Azın psikikimizde menden başlayıp hemmelerinin mesele çıkırlık. Kulakka yaxşı gep yapmaydıgan, yalgan gep bek yakıdıgan, ayetlen bir iş kılıp ettiğinde gep kıldığalı olup kalsa onun gibi işindigan. Yüzü bilip durup kılanmaydıganlıkını biliyordu. Ma direktki alımını yapırmaz ki, ma alımı bilen siz bir kuskunuzu toğuzun dese, onun yak deydigan, asmanlık aynı yapırmızda yapırdıgan boldu, mağındıgan bir psikika itilip kalıp bizde. Ama bir hata iş. Bunun da yeni bir şey desem de, şu tötün desem de, şu gaybetçi ya ki bohtan kılgıçının ki, doğru olan İslam şu ahlakı, İslami qaraş muhitidin yirak yaşap qalğanlığı. Aşında ya muhit üsüp çoğun oğanlığı, ya ki şunda bir künep qalğanlığı. Eğizini gep gügetmen bir yana başqalim deydiğen bir gep var. Nemiş deydi dese, eğiz künep qalsa, zarlanıp, qaqşap, aşında gaybat qılıp, töhmet qılıp könse, o alıqı iş qılmasa, bir xil üzlü bir kemlik tuygusu var dek, onu izleydiğen olup qalıcı. Şunun olan bu muhit, bununla ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bu psixik jihatda olimlarning jamiyatshunaslarniki, psixik olimlarniki yakuni bu hamda. Hamda 5-inchisi desa, nachar do'st. Boshqa g'aybat mubtalo bo'lish, aralashgan do'sti buningki. Har bir kishining do'sti bo'ldi, do'stsiz yashab olmaydi hamda. Do'stini aytgan, kim ekanligini anlaydi. Shu do'stni payg'ambarimiz dedi ya buni shu. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur masalan ahadukum men yukhalil. Falyanzur ahadukum men yukhalil. Sahihdir. Bir adam özünün ki dinini Peygamber Aleyhisselam dostunun dinde olur dedi. İtikadi ideolojik dostunun bu iş buldu dedi. Şuna ballarımızın kimge alışıp oturduğunu neye göre bunun karşımız gerek. Özümüz kimle alışıp oturmaz. Bazı bir adamlık var alışıp kalsak, kürüşüp kalsak birçoğun so kaparat gittik adamlar var. Yakın kep kalkan tuyduğan şu adam kabul oldugan. Ola mesela aslında naçar dostlar bu kalsa onunla arlaşmazsak ona yarak duruş gerek. Ondan amal var, münasebetini üzüş gerek. Aşola gayret kıldığan, kakşaydığı adam degenden ki yenak kelgendikken o her xil amal çağrılanınca onunla onu ügütü demdi. Yukudu bu. Bu bir cihet demdi. Altıncısı bunda aklaşıcı üzünün köstü şimdi. Üzünün köstü men degan moyna gaqılaydığı adam ya olmagan çağırçı men başkalarını onda mındak dep başka adamdan ki töhmet çaplasa vaqtda avu nim buldu dese üzüne men yuqur orunda tuttum dep oylaydı kalısta. Lakin emniyette uçup gidilik. Emniyet uçup gidilik. Çünkü başka adam bilen çoğun bir adamga ya bir mesela ma'lum kishilarga töhmet kılalasa, bohtan çaplayalasa, gaybat kılalasa o kalısta bir huzurlundu. Kalbideki bir kesellik sel melhem doğru sökelgenlik buldu. Lakin bu mu? Onun için kesellik bu bir illetemdi bu. Aslında bu iş onda oңşulduğan işimiz. Hem de 7. çölse başkalarga yaman guman doluş. Töhmet çaplayın. O yep gitti o, ma işip gitti. O çoğun mında olgan gap. Bu tünügen takı mında tuttu. Yan ayağdan beni kiyaptı. Bu pul nereden geldi bununla? Ya maşine edip diken bu.
bu mashinani cho'qim shu o'zining puliga amaliq bu shu xalq mangimizga eg'liq. Falan tashkilot manda qilib ketdik. Yana berib kurashsa, ish undaq emas, aksicha. Masalan, emniyatda ba'zi kishilar yana bado, lekin bo'lgan bilan uni g'ayvat bilan, tuhmat bilan, bo'hton bilan qilolmaydi-ku uni. Xo'sh. Shu oyatdan boya injaakum fasiqun binabayn fatabayyanu deb. Oyatdan qilqi televizorda masalan barmoq bilan uni nima qilib yetadigan, besib yetadigan, uni paylashib, o'rtoqlashib qo'ygan ishlar shu oyatga amal qilmaganlik. Agar bir fasiq sizlarga xabar kelib qolsa, aniqlanmaydi. Aniqlash kerak uni. Aniqlab surishtirishni qilish kerak. Bu nima zoti qanday? Hozir masalan jamiyatda kishilarimizningki qaysi fasiq, qaysi taqvo, qaysi uqulmaydigan daraja bo'lib ketdi. Shu hammasini tekshirish bizning mas'uliyatimiz. Yana bir destamda bir narsalar bu plan deb tikkan plan qilib tikkan emas. Kafa bil mari isman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a masalan sahih hadis. Bir insonga yolg'onchilik qilishda yetarlik. Yolg'onchi men bulay desa, anglaganning hammasini shu telefonga kelgan hammasini paylaşib bo'ladi deydi. Hadisning mazmuni shunday bordi. Gunohchilik yetarlik. Yolg'onchilik yetarlik. Shu hadisningki bir varianti bor. Bunda bo'lgandan keyin bu yolg'onchilik, bu kazzoblik, boshqa bir kazzobga ergishib binasini qilsak, oxiri cho'disa, yana bir ish chiqadigan ekan. Shu axborot vositalarining hamda 190% desak mubolag'a o'tish, 50% yolg'on aytadiganlikni o'zim e'tirof qiladi. Dunyomi shu, chunki bu axborot istaksiz urush bo'lgandan keyin bular vositalamay bor, buni g'aribningki, bu boshqa o'g'itchi masalan, men Xudodan qo'rqay, Allohdan qo'rqay degan o'rniga qilib etlar mani. Bir qatim nam chiqaraya deb lakinde har xil usulni qo'llanishi turganlar gap. Hamda 8-chi desa o'chmanlik, adovat. Ashanda bir o'chmanlik, adovat bo'lib qolsa, buni tuhmat chaplaydi. Buni guruhlashib yo birlashib turib, yo ma'un mish qilib biz qilmaganda ma'u qiladi. Yani o'chmanlik buni bo'ldi, ana asad qilish bo'ldi. 9-chi desa bunday kishilar, ba'zi kishilar bor, masalan, rahbarlarning yo boshliqning qishda taqsikash. Çapancı demtimiz hamda. Endi loyiqada hurmat qilish, anzilun nas manazilahum ustozlarni hurmat qilish, u bu yaxshi ish. Lekin oyog'icha desa, anda vatudi, manda vatudi, manda qildi, o deb tuhmatni chaplab-lak, manda qarag'ancha o'tganda biz qarab tursak, salom qilmay ketdi. Ya ko'maganda bekin masalan, yo'q manda yaxshi 70-80 xil da bir ehtimollikda biz yaxshi o'ylashimiz lozim-ku. Bunda qilmay, ash korxoncha yoki rahbarligiga yoki davlat boshliqlariga yoki tashkilot boshliqlariga yaxshi chaqulama deb bu ulamo ishonmaydi undaylik pishqa odamlar. Unda chiqib kelsa, mening g'ayratini qilgandan keyin boshqalarning g'ayratini qildi ekan, meninkini nima qildi ekansa boshqalarninkini men qilgandan keyin deydim albatta. Aqlliq rahbar. Ba'zi rahbarlar o'zicha desa, rost to'g'ri, bu munda qilgan qolganda munda bo'lishi mumkin deb uni ishinib qoldi. Bular endi kishilarga o'chaqda hammamiz gumon bilan qaraydigan ish bo'ldi. Bunda masalan, inna ba'dadan ismun deb oyatda. Bu ba'zi gumon, bu jinoyat, gunoh bu. Yana bir hadisda zunnu bil mu'minina xayra dedi. Mu'minlarga yaxshi o'ylanglar, mu'minni yaxshi gumon qilinglar. Hargizni yomon o'ylab qilmanglar. Hatto ba'zi salaf solihlar degan, shundaq aroqni masalan, saqalni temitib tug'an bir odamni ko'rsang deydi. Ko'rsang sen uni, buni aroq ichibdi demay, aroq balkim tugilib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki biz zimmining yoki bizniki kelib, munda putlashib ketgan bo'lishi mumkin. Yo boshqa suv bo'lishi mumkin deb menda o'ylag'in degan tarbiyalar bor hamda. Biz shu islomda yiroqlashsak, islom axloqidan yiroqlashsak, hamda bu bizningki kundan kunga ma'naviyatimiz qurg'oqlashadi, axloqimiz buziladi. Axloq buzilgandan keyin buning qonuni amal qilinmaydi. O qonun degani ko'yganni, mana tushkunga, masalan, prinsip tushkunni jazolaydigan bilan, ma axloqni bu haqiqiy bir Allohni qo'rqadigan taqvo bir yurak, Allah'a bir tayindigan, Allah'a bir qaytadigan bir qalb egisi bo'lgan vaqtda anan degan yo'qma meni qilmay, g'ururim vicdanim, g'urur vicdan degan shu. Xulos deganda uning Allohga bo'lgan, Robbiga bo'lgan tushunchasidagi yuqori tavallikka qarab mu'min hayotida bu nurg'un shu so'zlangan tilg'adilgan ishlarning hammasini yo yeniklik bilan qildi, yo to'xtab tur deydi. degan bir narsa chiqqan bo'ldi. Hamda mishadimda shu jumladan, ya'ni shunday boshqalarga tuhmat chaplaydigan yoki bo'hton qilishga sabab bo'lgan masalalarning birisida hasadni tilga o'tlamdi. Bu tilga o'tgan vaqtida ism keldi shu. Hasadning mashrularimi bog'amdi. Shuni qarindoshlarimizga aslatib qo'yaylik. Normalda ko'pincha insonlar ya bak puldor boylarga hasad qildi masalan,
ya bek ilimli kişilerge hasad kılınamdı. Bununki Resulümüz, bununki meşru tarafını mı kösüp anınğı bämey dep Allah İslam'da çeklengen närsini emas. Eger de bek kığımız kep kitip kap kalsa, puldar bay, hatta her kanda bay emas şuma. Normal pul melide nurgun işret kılıp buzukçılık kılıp atkan, ısrap kılıp atkan, İslamga hiç kanda bir menfaat kelmegen bayga herkes onun hasad kılış koymaydı. Bununla Allah'ım ya Rabbim sen saklap kalgın bundaq bir baylıqni ata kılıştın. Ben bu şundaq normal günümü geçirsem mi? Sap pak halet yaşağını mınası evzel deyimiz. Ama bir bayını görürsüz ki hayatınızda naiti Allah yolda her kanda çıkımdan kılıp atkan bir bayını kögen bolsanız Allah'tan onundan bayga mahrum kılışını emez. Onunla bämey maňa bäsaň şu dep emez. Eğer bek kılgınız kep gelse hasetinin yolluk hasetini Resulullah dedi ki aşınınғы bәген nästek maňa bäsaň Rabbim men xuddi aşı benden muşundaq sizning razı bolduğan yaxşılık yollarına sarıp kılgandak men sarıp kılsamçu dep bunu arzu kılış şeriat yolluk. Yani birisi ilimli kişi ilimini yaxşı yolla işletip atkan bolsa men şunda bilimlik bolsa men ayna işletsemçu maňa ata kılsaňçu dep karşı taraftaki qeyrindeşiňizni mahrum kılıp maňa emas maňa bäsaňçu dep emas çeklengen şekilde onunla mahrum kılmay, sen beripse, maňa aşını bäsaň, men kıwasamçu diyen bu yolluk şekilde kılsa bulduğan bir narsini bir asıl koya dedim. Onun kendin şu bu bütün akıbatının kilip çıkışının meselesine Allah'a boğan imanınki acizliqidan hamd. Rabbininki şundaq bir ulug bir Rabbimizning bağlıqı, qarаңғы keçide, qarı taşının üstüde, qarı çömelining putini midirlatqanını körüp turduğan, anlap turduğan aşında bir zatqa boğan iman güçlük boğan vaxtida bu yuqoridagi bütün tilg'andigan narsa qilmaydi degan gap hamda. Damlı müşadamda musulmonninki nurg'ullig'amda musulmonning izzat, hurmati, obro'yi bilan kofirning izzat, hurmatining o'tirish farqi bormi? Deyishi mumkin birileri biz kofirlarni xohlagancha tuhmatga qilsak yoki uning kendi yomon gapni qilsak bo'ldi, ularning izzat, obro'yi yo'q deyishi mumkin. Buningga bir farq bormi İslamda? Elbette fark var. Bunun demde bayatını sizle degandek mesela hasad hadisteki la hasada illa bisnateyn. İki xil narsa hasad qilish qabul degan hasadni olimlar al-g'ib arzu deymiz şu yerda. Hasad emas. Arzu qilib qilish degan bo'ldi. Rajulun atahullohul hikmata aw al-ilm mesela. Aw rajulun atahullohu malan. Şu hadisdeki iki xil misal variantı. İlim var yoki hikmat var. Bunun da şu siz degandek ya bilim pulni yaxshi ishlatgan bo'lsa, masalan, o'quv o'qitish, ma'rifat, masalan, Qur'on kursi, uni oliy maktabda o'qiydigan, iymonni tunish sharti bilan, musulmon bo'lish sharti bilan mushlar yordam qilgan bo'lsa, udlamasa u. Agar har qanday artistga uning yordam qilib qolsa gunohkor bo'ladi. Xo'sh. Shunga wala ta'avana al-ithmi wal-udwanga xilab chiqqan bo'ldi. Zulmga tajovuz yordamlashgan bo'ldi. Bitani balani tarbiyalab bu xato qo'shgan. O'tgan qatim nuqsonni so'zlagandek. Shunga bu ondan da bilimlik bolsam zalim ya balamda okusam, menda bir yaxshi axloqlik bolsa yoki menda pul olgan bolsa, hey qilatim desek, aş niyetimiz mu'minning niyeti amaldan afzal. Bir niyet qilsa samimiy. Shuningga ajr beradi. Ha, ajr beradi. Niyetimiz samimiy bolsa, lekin alaqa masalan bizning bir nimamiz bordi. Men 300 ming pul topsam 100 mingni shu Alloh yo'lida ishlatdim, ana 100 mingni tuqqanlarim qo'yma, undan keyin 100 mingni tijorat qilma deytdimdi biz endi. 10-15 yıl burun. Lekin o 300 mingimiz 3 milyon pul topdi ki. Tapqan sari o qilmadi o. Men eslatdim shuni. Biz tuqqanimiz endi o. Mana degan bo'lsa, a degan bilan andaq mana deb o haliqi pul topqandan keyin ashanga loyiq masalan oyatda bayan wala umanniyannahum wala amrannahum deb arzu umid to'ldirib shaytonni qanday o'zursa benden desa arzu umid to'ldirib dedi. Uning haliqi nimasi eceli 10 metrde tükediği olsa 100 metrelik, 1000 metrelik ümit to'ldiradi deganda dedim. O sen anda qılayız, manda qılayız, ta ölmey yaşaysan ta o sen ta o ölüm yiroq. Sen degan timen tutsan, saq tutsan deb, ishni qil qo'ymaydi ekan. Kilaqitim qilay, hozir 10 ming qilaysa 5 mingga tushirib, yangi qo'lini sap bo'g'cha 1000 qilib, ta u yo'qolib ketib, nurg'u va'dali yanvaga ishlar shu shaytonning ishlari. Shunga bu odamda maqsad kelsak, siz so'rgan savol Müslüman bilen kafir o'rtasida masalan obro'y, yuz obro'y meselesi farq bormi desa, albatta farq bor.
Qanday farq var dese kafir. Müslüman degenden biz bilimiz endi özümüzningki mesela la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Buni qalbi tasdiq qildi, tilida chun joriy qilib dedi. Hareketi shunga mos keldi. Üçü birleşken vaqtda Müslüman bo'ldi. O qalbi deb qo'yib bilan qilmasa o chaqda yani munofiq bo'ldi. Bakrak inkar qilsa kafir bo'ldi masalan shu. O mesele şu. Anandan onunki Müslümanın karşısında bo'ldi kafir. Bu kafir chu desa, kafirning hammasiga shundayliqi bayatın degandek 100 abruijat farqlanamdi desa, 100 abruiga masalan chiqilish yoki ularga masalan tuhmat qilish yoki ularni g'ayvatini qilish qilam degan savol endi bu. Buningda kafir 4 turli bo'ladi. Kafir. Umumiylik ahiret nispeten kafir cezalanışta. O kafirlik bilan cezalanıp dezakt mengu qaldı deb deyilsizmi? Şu en yakın 100%. Kur'an hadisi mazmun şu. Lakin dünyalik hükümçü dese kafir. Kafirning içinde harbiy kafir, tecavüzcü kafir. Mesela bizim yurtumuzdaki tecavüz qilgan kafir oldu. Mesela başka devletlerdeki Müslümanların besi vaqalı o'xshash. Anandan keyin muahid deymiz, to'xtamlashgan kafir. Mesela to'xtanba kelishim bilan keldi. O'zi harbiy yoki shu Müslümanlar rayoniga normal xalq tijorat qilg'ili. Mesela mana ya konsul yoki shu ma'lum xizmat bilan biz uning viza berdik. Yoki mustamin deb mataydim, eminlik talab qildi mesela. Odatda bir ayol kishining bergan eminlikni hisoblamoqman. Islomda o'sha ayolning hurmatining ajoyib yuqorligini bilib olsak. Ayol kishining birisi "Men kafirga men eminlik berdim, viza berdim. Bunga chaqilmanglar" desa, chaqilmaydigan ish bor. Mesela mening kafolatim aslida. Mening kafolatim aslida islom tugaydigan. Bir musulmonninki ayolning huquq tushunchalik bor. O. Endi ondan keyin zimmi mesela. Zimmi degan nima desa, zimmi degan yomon ko'rsatib bichiq nima qilib ketdi? Zimmi degan musulmonlar qo'g'dayotgan qo'g'dash pul topshirib, musulmonlar bilan birga yashayotgan. Bular. Faqatlan şu bir harbiy tajovuz kafir. Bunun ne iqtisodiy, ne qini, ne abri hech biz qo'dalmaydi. Qolgan hammasi qo'dildi. Islom uni qo'daydi. Ajoyib qo'daydi uni islom. Buningki qo'dg'anligi zimmiga agar hadis bor mesela payg'ambar alayhisalom nima desa, "Men qatala muahidan lam yarih raihatal jannah." Sahih hadis bu. Payg'ambarimiz so'zlagan so'z. Ama şöyle bir adam muahidni kelishim bilan to'xtam bilan kelgan kafirdan birini o'ltirib qo'ysa, jannatga kirmaydi. Jannatning puruqini puraolmaydi. Jannatningki puruqi 40 yillik Iroqdan purab, shunda xushpuroqlik kelib turdi. Buxoriyning hadisi bu. Masalan, Peygamberimizninki masalan yana bir hadis Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallam degan ise, "Ala man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حججه يوم القيامة." رواه أبو داود. ما hadis acayip endi bu agar şu zimmilemişni bilse, başka kafirlik bilse çokum hemmisi İslam'a kirişik bo'lgan bir. Sahih hadis bu. Peygamberimiz dedi ki, bir adam muahidga zulm qilsaydi, kelishim to'xtam bilan kelgan yoki shu viza bilan kelgan yoki shu tarafsizlik qilib yoki boshqa bir tijorat qilib turgan Ayşınğa zulüm kıl, onu bozak kılsa. Bozak kılsa. Bunu adamda şu diyendek kemesi bir kendi gideden de şerbi kabirden başka muahit toxtanma kabir. Yakçı dese onunki hakkını kembesiydi. Bozak kıptı. Mesela sen kabir falan yerden geldin, o başka yurtlukma başka bozak kıldığı aş var ya. Bozak kılıp onu beğenmepti, yak onu eyiplepti. Yak onu takıtı yetmeydi aş bir yer yalınıp işleptiken eğinasını kütüye saptı. Ya onun ucu hakaret kıptı. Mana qilgan bo'lsa, Peygamberimiz dedi ki, yak onun bir narsa elib olibdi. Bozak qilib, bu yolg'iz endi u. Musulmonlar ayini buldiga işte, bu masalan bo'lib qolsa. Elib olibdiki, ko'ngli xush emas. So'di qilibdi masalan majburlabroq qilibdi. Bir narsa besim qilibdi, huquqim bor menga sen joylaymiz yana u bu deb mana astiribdicha. Ba'zi so'zlarni olib qoladi, o so'zim to'g'ri emas masalan. Musulmonlar o'rtasida bo'lgan so'zdimi? Masalan ikkidan so'di qildik. Men bir narsa sotmoqchi. Ko'ngil xushaliqlar emas, islom huquqlarini yo'ni buni pesh qilib, keyin kirishib qolamiz. Undaq mening menda amalim bor degandek, yo bo'lsa, besim qilib, so'dni qilgan bo'lsa, o so'd halol emas. O ko'rinishda to'xtamni tuzib, va rost deganmi degan bilan, mohiyatni o ayada to'g'ri emas masalan. Shuni masalancha Peygamberimiz muşna qilsa, ya zulm qilsa, yoki haqqini kambasa, yoki taqt etmaydigan ish buyursa, yoki cho desa, bir narsa elib olgan bo'lsa, ashuniki roziliqsiz. Ana hajjuhu dedim. Men da'vogar. Peygamber alayhisalom da'vogar bo'lgan qiyomat kuni. Peygamber alayhisalom a kafirning muahidning advokati men dedi.
O Peygamberimizin aduga topqası hiç kim galip kılanmaydı mümkün emas o. Mavi sehiyediz şu. Sehiyediz. Biz fakatlam tecavüz kapırne. Mesela zemin Müslümanın zemini besip algan ya dini mesela şu hakiki dinde yaşıgılı koymagan şu zulüm kılgan yurtunu edep çıkarıp etken nurun ayetli var bunun için. Bu kapırlar için ise bununki yüz aburiye bununki töhmet, bohtan her kandak iş bunun için o kapır kodalmaydı. O kodalmaydı. Onunki hürmeti yok. Malın mülkü hemiz çünkü o tecavüzçi. Tecavüz kirdi. Tecavüz kirgendikin o eğer sen eski olmasan yaxşı olavasan üzerinin zamanında oldu. Bizninki demiş kılsa Allah bizi bergen zaman bu. Biz bunu kodayımız. Bunu koday bizim imani burcumuz deydiğen bir itikat Müslümandı ba. Ayetin bayan ahricuhum min haysu ahracukum. Selani çıkırıp etken yerden, çıkırış kıstığa yerden olum çıkırıp etken buyruk var. Akimiz sallallahu aleyhi buyruk var. Eğer çıkırıp etmesek şu olunki biz nimeço şuna karşı küreş kılmasak bilim valı bilim, pul valı pul hemiz çıkamız, hemiz günahkar oldu. Hoş. Şuna bu farklıydı. Kağalınca abrinaatın tükememe kapır olan bozak kalma el valime onda bu doğru emas. Bizim davet tebliğ İğizli geplerimiz emniyetimizden buluş gerek. Sahabelerinin, tabiilerinin müşbek tesiri köp gitti. Bizim için tesiri yok dese. Bizim sözümüz bek debdebilik. Hareketimiz ona maske yemigen. Hareketimiz kögeden bu Müslüman emas mı dediği yerdi. Şu an biz nurgun cihette çekinip gittik. Biz özümüzdeki meseleler nüquşumuz lazım. En birisi mesela bir ayet var. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا de. Bir kavmini öç kögünün var. Bir kavmini yaman kögünün var. O kavmine adil bulanmaslıkının sebep olmasın. Adaletin dedi İslam. Adaletin acayip bir güzdü. Mesela bununki nimesinden misallardan birisini muhabbet desem de Abdullah ibn Ravah'ın Peygamber Aleyhisselam Xeyber'e evet etken şu tohtamını işip şununki tapşırdığın cizini yıkılı. Evet kendikin bu 6 binaz yığıp Abdullah ibn Ravah'a soğuk kılıp bizim selanda naçırraqman boz asan da bir sel bizge yol koysan bizim bir zulüm kılmasan bozak kılmasan seninki Yahudiliğe qanday üçkanını bilmez degendikin Abdullah ibn Ravah'a işaretine ait değil ki tesirlik yaptı meni qilgan. Men hakikaten öçtükim dini noktadan şer'i noktadan Allah'ın öç olganlikin öç. Lekin şu Allah'ın elçisi adil buluş buyuruyordu. Şunu ben size onda zulüm kılmayım hatırlayacağım bunu. Bu altın olma ektanla. Ben şu digen alim eğer muşunda dep men asam paragan bulma. Eğer bunu jo bäme dep mansa azrak besim kılsam istek jo. Uçağda men sizlerge zulüm kılgan zalim katara kirip Peygamber Aleyhisselam malakı sözügenning işi kirip kalıma digen bir sahih jo hadis var. Qoğdalmaydigan digenlerde mesela bunu normal her kanda Müslüman yaşayatkan normal halk hemmesi yalğız halatda qoğdalmamdı yoki devlet tarafından her kanda qoğdalmaydı. Çigirden kirdi qoğdalmaydı. Ulemalar buna kalıp uçuq qilish kerak. Va xato holatda ama fuqara emas ular. Ashul kidi bizga besim qildi. Sanning ko'pligi bizga besim bo'ldi. Bu jihat kalıp uçuq qilish kerak. Onunki ko'ktat taraydig'iga o'xshash. Bizning zaminimizga kirmagani farqlandi. Kirdimi? Vaqt kelganda o ketmeni götürüp çıkıyordu. Vakit geldiğinde yarım dehqan yarım kurallık bulaldı. Biz aşu hata ideya sebebiden biz tattık kaplıqını. Kattik odanmaydı. Hoş. Mesela Peygamberimizdeki Bedir oruç demiş oldu. Aşu Mekke'deki mal kaldı, öy kaldı, satkılımı koymagan. Şu burun şundat kapının tabi şu da. Ebu Süfyan'ın karvanının kildiğalıqını anlap Peygamberimiz şu ağılı çıkan. Cihat kılığı çıkmagan ya ki. Oldu nimgün ağılı adilerim bada. Çünkü ağılı anı razı olgan. Mesela bizim besvagan kapırlama için aş kapırlama doğru olmadı dedi mi? Hiç kim demedi. Şu çigirin kirgene. Bunun iqtisadi yüzü bir eşimiz qo'dalmaydi. Hoş, damla vaqtimizdan ma'zur, vaqtimiz tugab qolib turibdi. İki sualim var. Şu Qur'on ve sünnetli bo'htonning iloji, doğrusu davası qisqa şekilde tükteyle. Hem de Kur'an hadiste bu bo'htonninki davası doğrusu qanday deganda biz bayatni degandek hem de şu. Birinci şu yine biz taqvalıqımızı aşırışımız lazım. Allah'a qaytışımız lazım. Her qanday işte şu Allah'ın elçisi buyurgan yolda
mengişimiz bu intayinço muhim hem de. Kur'an sünnetin hem de mesela bununla Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadis var mesela. Peygamberimiz dedi ki hadiste Ebu Hureyre hadisi men kanet lehu inde ahihi mazlime min gayri min irzihi ev şeyin felyetehallelhu yevm dedi. Mesela bunda bir qerinişimizninki bir bizde hukuk qalsa yoki ma'lum bir zulm bo'libdi ya söz ya hareket ya nim bo'lsa Peygamberimiz dedi ki o'shanda razılık elib olsin. 100 abrin dükkan bo'lsin mesela. Yoki şu başqa bir narsani elib olgan bo'lsinmi? Hech qanday o kepaning yanchiqi yo'q. Ketgandan keyin chu desa, o baymo hatto ali o'zining şu oltin soatlarimi qoladi. Sesiq paypiqimi qoladi. Uni hammasini soldirib yetadigan gap. Ekitemaydi. Eketganlar rasmlar chiqarib ko'rdik. Burunqi jahiliyatdagi mesela kapalning. Uni ko'rib chiqdi hozir. O hech kimga foydasi yo'q. Faqatlam oxirat bankasi huquqiy olsa, Allah yo'lida hajga olsa, o'zi şu Allah bergen maddi ve manevi cihetteki baylıklarını dine kısmet kıvza alırsa bunun da o ne buludu? Dünyada razılık ediyor. Dünyada razılık ediyor gerek. Gıybet kılgan olsa, gıybet kılıçının yüzü görüp, razılık kılıçı şu sorun görüp, şunun için, mada kıpsaptı mı, ya töhmet çaplıptı mı, yalgan deyiş gerek. Çünkü abrinavat var da. Şu abrinavat diken ne olsa, bunun da Peygamberimiz nayet ihçam. Ben sözün kan kullul muslime alel muslime haramun demuhu ve maluhu ve irzuhu bu mesih hadis bu Müslim'in hadisi her kandak Müslüman kartani hadisi bu onunki mal mülki kene mel urup döksün mel öldürüp döksün her kandak kan degenliken umumetten hoşuna kirip gidemdi. Onunki mal mülki aldap elevasımı, kuyuvasımı, hemmisini kırdı. Yüze birimi şunun şey kırdı. Bunun hemmisini çok. Demekmiş ayet edildi ki emel kıva vakitte bu meselenin hemmisi çok. Üzülkisiyle hal oldu. Çünkü o gaybi bir güçtün. Bayat nasıl degende kop karanlık içinde kar taşın üstünde kara çümelininki hareket kılını bildiğin, kırdığın bir zat var diye ideya olsa bu mesele özlükünün hal oldu. Dinde yaklaşkan süre hutun erişilmeydiğin, aile kumay aile mukaddeslik yok olduğun ana dekince olsa başlık rehberler kolazlık işlemeydiğin, kolazlık başlıkınca kuyutuduğun, bir tal tükünün olsa yumuşak hesaptap üzgüzü petva çıkırdığın, bu hata işler köp yüz burdu. Mavelik bayatın degende kapırlanan işteki muahit zimmi nesle, yani Müslüman dedi, ayırma halat değilgen diken, haslıkını esletip koymasak olmaydı. Avvalıqı bir devlet kirdik, mesela Avrupa'ya bağlı kırındaşlarımız, mesela kuşup kıyay. Şu devletninki hem de bağın diken, şun kanuna raya kılış lazım. Ama kabir iken ondayımda disponmaydı. Onunki zaten onu düşünecek oldu yukarıda eğitimhanimde. Yani biz fakat ziminimizde tecavüz kılıp gelgen Müslümanlar ziminine. O yerde bütün neslimizin defsende kavatkan Xitayga okşaş. Şunun cümlesindeki kafirlerin hiçbir şekilde izzet hürmet bulmaydıganlığı. Onun da hariçlerinin kendisi dinimiz okşaşmasın biz ulağa davet kılış güzel şekilde ahlakımız bilen muamele kılıp tesirlendiriş mecburiyetimiz var aslında Müslümanlıkka. Ahırda bohtan çaplıqçılarga bunu kesip kılıp aldıganlığı, bu şundaq süpetki ega bo'lgan kishilarga qanday muamele qilamiz? Tamamen o'ttirni özüplem onu hayatımızdan çıkarıp ötüş gerekmi, qanday qilish kerak? Qisqa bir şekilde. Yo'q, uni endi biz bo'htanni chaplig'ishlarga qarta aytib desa, buningga masalan g'iybat qiladigan, bo'htan chaplaydigan bu kishilarga qarta desa, buni biz hayatımızda chiqarib etamiz, anda bunda desek, yani bir muomalani boshqacha qilishga to'g'ri keladi. Qilgandan keyin o'zgandan keyin texmi asabiylashib ketadi bu. Buning biz yaxshi muomala qilib, yaxshi ta'sirlantirib, yoki bo'lmaganda har bir yurtninki ustozlari, cho'nglari bor, uning uchun deyish kerak masalan. G'iybatning qilg'ildiga 6 xil g'iybat bor-ku, 6 g'iybat bor. Mana shuni masalan fatvo so'raydigan, yoki o'ziga zulm uchragan bo'lsa, arz qildigan va yoki masalan o'zining yo'ldoshi eriga yoki eri xotiniga zulm qilgan bo'lsa, uni deydigan, nurg'un qilib o'tgan ishlar. Shuni qilish orqali desam munda bo'ldi, anda bunda emas. Shuni masalan pek unmay qolsa, bu tuhmatni to'xtamay u desa, tuhmatninki jinoyati. Delil paket ekilsiz, eğer ekemizsin, ekilimiz 80 deriyel. İslam kanunu olan olsa bu işlemde bulmaydı. İslam'ın diktatör kısmı var. Malum cihette ona ceza. Diktatör demeli de bunu. Ya mesela ona alaka tazir desek, yani boşluk ne bulalım da malum kısmı, alaka küçük kullanılan değil hem de.
şu kısmım var. O degelgen 1%'ga ya yetdi, yetmeydi endi. Xo'sh. Qolgan jihatdan mesela şu maslahatlarni, kengashlarni afuchallik bilan masalanchi bo'lgan gap. Bu ishlar asli o'zi amal qilgan bo'lsa, hammadan, o'zini tekshirgan bo'lsa, mendan boshlab bundan masala chiqmaydi endi. Bunun qarta bundan biz chetga qilib, yo bo'lmasa bunda qilgan desak, tashlab qo'ygan sira chiroyli nasihatni yanmaymiz yani. Nasihatni yanmaymiz. Idfa' billati ya ahsan. Xo'sh. Yomonlik qilganlarga yaxshilik qilamiz. Hatta bir o'ngimi nima chiroyli so'z qilinglar deb Musa Aleyhisselam'dan Harun Aleyhisselam'dan Allah Subhanahu wa Taala evetdi. Bizning bu jihatdagi maydonimizni aytib uchiq qilishi, ularga nisbatan illiq yetkazishimiz. Nima dardingiz bor deb anglashimiz. Hech kim taqvatlan tursak, o vaqtda ular so'zlaydi, uni qo'ysa, yozadi, bekbeyim qilmasa, yolg'onni, tuhmatni qilib Facebook, Twitterga chiqaradi. Endi oqibatda qattiq azob tortadi-ku bunday kishilar. Bu bak xabarlik qiladi. Mavo g'aybat qilingan kishi, bo'htan chaplangan kishi dunyolik buzildi buning. Lekin akışın ahiretlik bozuldu. Hoş. Şu anda bunda yerden kul üzüşe, alim ulemalar, yurt çoğunları aşılanca söhbetleşip durup alıklanmayan meselenin söhbetle alıklaş lazım. Alıklanmayı kalsa, üzücü olur, sabır kılsa Allah Subhanahu wa Taala bunun için esilet ecir verir. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Sizlerin köp rahmet. Bütün dünyadaki Şarkı Türkistan kardeşlerine köp rahmet. Allah'ın güzel selam olsun. Allah razı olsun rahmet. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi 16-sonimizmi mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan so'zlab o'tildi nurg'un masalalar, tuzishga tegishlik bo'lgan hayotimizda, kundalik turmushimizda nurg'un masalalar va qadrli ko'ruvchilarimiz. Buni mana shunday tavba oyida, Allohga qaytish oyida, o'zimizni o'zgartish oyi bo'lgan bu oyda albatta inson bo'lish ustida nurg'un xatoliklarimiz bo'lishi mumkin. Bununla bir özümüzde bir hesap kıtatıp, qilib kelayotgan işlerimizden tamamen yenip, Allah'a söz verip, vaadi verip, özümüzde o'ng'ish verishga, tirishishga muyassar qilsin deymiz Rabbimizni. Başka söz qolmadi deb qarayman. Qolganini yana tafsili holatda bilmoqchi bo'lsak, albatta nurg'un kitoblar, ustozlarning darslari to'kilib turibdi to'rlarda. Allah Subhanahu wa Taala ömür berse, başka bir temada görüşkice aman boğayslar, icabetlik dualarınlarda bizler için hem dua kılışını unutmazlıklarını ümit kılınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya Nur al-Hilal, akbil ta'al.